Nima uchun dunyoning boy, rivojlangan mamlakatlari rivojlanish bosqichida davom etaveradi va ma'lum bir tempda ushlab turadi yoki yanada o'sishni qayd etadi. Kambag'al mamlakatlar esa borgan sari qashshoqlashishda davom etaveradi. Shuningdek, hayotda ham nima uchun boy odamlar boyib ketaveradi, kambag'al odamlar esa qashshoqlashishda davom etaveradi. Aynan mana shu savolga bugun sizlar bilan qo'shimcha qiymat berish masalasini muhokama qilish orqali javob topishga harakat qilamiz. Ya'ni qo'shimcha qiymat nima degani? Qo'shimcha qiymat, aytaylik, siz qilayotgan biror bir harakatingizga intellektni jalb etishingiz. Misol tarzida tushuntiraman. Aytaylik, Amerika o'zining tabiiy resurslariga qo'shimcha qiymat berish orqali ularning narxini ko'taradi. Ya'ni Amerika o'zi ishlab chiqaradigan neftni shunchaki qazib olib kimdirga eksport qilmaydida, mana shu neftdan 300-400 xil mahsulotlarni ishlab chiqaradi. Ya'ni intellekt qo'shadi, laboratoriyalarga olib boradi, insonlar u ustida qanaqadir tadqiqot o'tkazishadi, neftdan nima ajratib olish mumkin, nima qilish mumkin degan savollarga javob topishadi-da, ana undan keyin neftni quruq o'zini eksport qilmasdan neftdan olinadigan mahsulotlarni eksport qilishadi. Neftni aytaylik, bir bankasi 1000 so'm bo'ladigan bo'lsa, undan olinadigan mahsulotlar 5 xil mahsulot olindi deylik, ana shu 5 xil mahsulotni har birini 1000 so'mdan sotadi va 5000 so'm foyda qilishi mumkin. O'zimizdan misol keltiradigan bo'lsam, paxta. Biz quruq paxtani ekishimiz, uni qancha sug'orishimiz kerak, qo'l mehnati ketadi, odamlarning asabi ketadi. Xullas, yil davomida biz ana bu paxtaga mehr berishimiz kerak-da. Oxirida biz unga hech qanday qiymat bermasdan shunchaki shunday yulib olib, o'sha sotib yuboramiz. Ya'ni shunchaki jismoniy harakat evaziga u narsani biz ekamiz, parvarishlaymizda, shuni olib turib sotib yuboramiz. Keyin qaysidir davlat, aytaylik, Yevropani yoki Amerika, Yevropani biror bir mamlakat yoki Amerikani biror bir davlatlari, ya'ni Markaziy Amerika emas, Shimoliy Amerika haqida, Amerika yoki Kanada deylik, rivojlanganroq mamlakatlar. Mana shu mamlakatlar umuman olganda paxtaga qo'shimcha qiymat berishadi. Ya'ni uni tozalab, undan material ishlab chiqarishadi, ipak ishlab chiqarish, yo'q, ipak qo'rqdan olinadi. Xullas, umuman paxtadan qandaydir turdagi bir matolarni ishlab chiqarishadi, kiyim ishlab chiqarishadi, keyin unga bitta brendni urishadi, bo'ldi. 1000 so'mga sotib olingan narsasini 10 ming, 15 mingga bizga qaytarib sotishadi. Endi menimcha tushunyapsizlar, ya'ni qo'shimcha qiymat nimaligini. Ya'ni jismoniy harakat evaziga qilayotgan ishingizga siz intellektingiz orqali qo'shimcha qiymat berib borasiz. Aytaylik, arab davlatlari o'zini neftga boyligidan ular neftni o'zini olib turib eksport qilishadi. Lekin qaysidir mamlakatlar bor, ularda neft yo'q, ular neftni qayta ishlaydigan, undan qandaydir mahsulotlar ishlab chiqaradigan zavodlari bor. Aynan mana shu zavodlar orqali sotib olingan neftga qo'shimcha qiymat berib turib, benzinga aylantiradi, yana har xil mahsulotlarga aylantirib turib, uni eksport qilib yuboradi ular ham. Ya'ni 1000 so'mga olingan neftini ular ham 1,5 mingga, 5 mingga, 10 ming so'mga boshqa mamlakatlarga sotishadi va qo'shimcha qiymat orqali ana bu mahsulotni ham qiymatini oshirib turib sotib yuborishadi. Bugungi kunda bizda O'zbekistonda tashkil etilgan klasterlarning ham maqsadi aynan mana shu o'zimizda yetishtiriladigan mahsulotlarga qo'shimcha qiymat berishdan iborat. Ya'ni bitta klaster bo'ladi, uni yeri bo'ladi, uni o'zining texnikalari bo'ladi, u o'zi paxtani ekadi, u paxtadan o'zi mato ishlab chiqarib, o'zi sotadi. Va bugungi kunda O'zbekistonda ham aynan paxtani eksportiga cheklovlar mavjud. Siz oldindagi, misol uchun, xohlaganimizcha paxtani olib turib, xohlaganimizcha tashqariga chiqarib yubora olmaymiz. Bu narsaga cheklov bor, chunki endi hukumat tushunyapti, что o'zi ishlab chiqaradigan mahsulotlarga ham, bu o'sha yerdan olinadigan mahsulotlar bo'ladimi yoki tabiiy mahsulotlar bo'ladimi, xullas hammasiga qo'shimcha qiymat bermasdan turib, mamlakatni ham rivojlantirib bo'lmaydi, mahsulotning narxini ko'tarib ham bo'lmaydi. Misol uchun, O'zbekiston bitta traktorni orqasiga, tirkamasiga qo'yiladigan, aytaylik, paxtada topadigan pulini Apple bittagina telefonchasidan topadi. Yoki bo'lmasam 2 ta, 3 ta, 5 ta iPhone'dan topishi mumkin. Biz esa ana u bitta tirkamani to'ldirish uchun, paxtaga to'ldirish uchun qancha odam mehnat qiladi, qancha odamni jismoniy harakati talab etiladi, qancha vaqt, energiya, suv talab etiladi-da. Yana mana shu texnika misolida tushuntirishga harakat qilaman. Qo'shimcha qiymatni Afrikani biror bir davlati, misol uchun, temir mahsulotiga boy deylik. U temirni o'zi qazib oladi-da, Amerikaga eksport qilib beradi. Amerika u temirni oladi-da, u temirni qayta ishlaydi,
undan avtomobillar ishlab chiqaradi, iPhone ishlab chiqaradi, yana umuman temirdan ishlab chiqarish mumkin bo'lgan, misdan ishlab chiqarish yoki alyuminiydan ishlab chiqarish mumkin bo'lgan mahsulotlarni ishlab chiqaradi. Ya'ni insonni intellektini ana bu mahsulotga qo'shish orqali uni narxini ko'taradi. Boy odamlar va kambag'al odamlarda ham holat xuddi shunaqa. Ya'ni boy odam o'zini biznesi bo'ladigan bo'lsa, u biznesini ishlashi davomida unga aql qo'shib boradi. Ya'ni aytaylik, men bugun baklashka ishlab chiqaryapman, suv ishlab chiqaryapman. Bu suvni eksport qilyapman hozir. Endi men nima qilsam buni ko'paytirsam bo'ladi, bundan topadigan foydamni deydi. Misol uchun o'zini zavodlarini magazinlarni tashkil qiladi, o'zini brend tarzida olib chiqadi, uni marketing qiladi, unga qo'shimcha qiymat beradi, ya'ni jamoa yig'adi, o'sha jamoani intellektidan foydalanish orqali o'zini mahsulotiga xullas promotion qo'yadi. Keyin o'sha yuqorida aytganimdek magazin ochishi mumkin yoki o'ziga avtomobilni sotib olib turib, u avtomobillarga bu narsani yuklab turib kimlargadir olib borib berish xizmatlarini qo'shishi mumkin, boshqa qilishi mumkin. Lekin kambag'al odamni ahvoli borgan sari og'irlashib ketaveradi, chunki u o'zi qilayotgan harakatga intellektini qo'shmaydi, u aqlni ishlatmaydi-da, faqatgina jismoniy harakatda bo'laveradi. Misol uchun taksist bo'ladigan bo'lsa, men 20 soatda 500 ming so'm pul topdim, endi 600 ming so'm topishim uchun men 23-24 soat ishlashim kerak ekan, u bu deydi-da, ma'lum bir patologga tegadi boshi va o'sha summadan o'tolmaydi. Aytaylik, ishbilarmon odam bo'ladigan bo'lsa, o'sha o'zini taksisiga aloqador bo'lgan, ya'ni o'zini faoliyatiga aloqador bo'lgan qanaqadir narsalar qilishga harakat qilib ko'radi. Ya'ni uni onlayn bir taksi xizmatimi yoki bo'lmasam til o'rganish orqali aytaylik bir boyroq odamga shofyor bo'lishga harakat qilishmi, mana shunga o'xshagan narsalar. Ya'ni o'zini harakatlariga qanaqadir intellekt qo'shish orqali o'zini narxini ko'taradi. Ya'ni men taksichilikdan oldin 500 ming so'm topgan bo'lsam, endi mana palonchi odamga shofyorlik orqali men 1,5 million pul topishim mumkin deydi. Ya'ni bu yerda hech qanaqangi ortiqcha undan intellekt va boshqa narsa talab qilinmayapti. Umuman olganda, xulosa o'rnida aytadigan bo'lsak, men bugungi kunda Amerikada turgan bo'lsam, menga murojaat qilishadi-da, Meksika orqali qanaqa borsam bo'ladi, noqonuniy yo'llarni so'rashadi, Amerikaga kelib olishi, Yevropaga borib olishi, boshqasini. Lekin o'sha o'zlari qilayotgan harakatga, o'zlari xohlayotgan rejalariga qo'shimcha qiymat berish haqida o'ylashmaydi. Ya'ni ularda yo'l bor, til o'rganish orqali, ta'lim yo'nalishini tanlash orqali kelishi mumkin-da. Kelganda ham bu yerda Amerikada o'qib turib, Amerika umuman imkoniyatlar yurti. Bu yerdan ko'proq narsani o'rganish mumkin, ko'proq tajriba olish mumkin-da. Lekin bizani yoshlarimiz, bizani aka-ukalarimiz Amerikaga kelishadi-da, taksistlik qilishadi, dastavshiklik qilishadi yoki shunga o'xshagan umuman jismoniy harakatga qaratilgan ishlarni qilishga harakat qilishadi-da ko'proq. Lekin unaqa qilish kerak emas, qo'shimcha qiymat berishga harakat qilish kerak, u narsaga til o'rganish kerak. O'sha ma'lum bir ilmni qidirib, bu yerga kelib, aytaylik, bu yerning tajribasini o'rganish kerak. Mana shu orqaligina ular o'zlarining harakatlariga o'sha qo'shimcha qiymat berish orqaligina ma'lum bir darajalarga erishishlari mumkin. Ya'ni taksichilik qilishlari mumkin, trak haydashlari mumkin, yana boshqa bizneslar qilishlari mumkin. Ularning boshi borib tegadigan patolog bor. 5 ming, 10 ming, 20 ming dollardan oshmaydi. Lekin qo'shimcha qiymati yuqori bo'lgan, intellekti yuqori bo'lgan odam Amerikada 100 ming, 200 ming, 500 ming trillionlab dollarlar topish mumkin. Mana bugungi kunda Apple kompaniyasini bilasizlar, dunyodagi eng qimmat kompaniya, trillion dollardan baland turadi. O'shanga o'xshab bu imkoniyatlar yurti, bu yerga o'zingizni harakatingizga qo'shimcha qiymat berish orqali kelganingiz ma'qul. Qayerlardandir qochib noqonuniy kelgandan ko'ra.